Kuzda o'qish uchun book recommendation. Hozir sizlar bilan kuz, universitet va yomg'irli kunlarni vibe'ini beradigan kitoblar haqida gaplashamiz. Birinchisi sizni sovuq kunlaringizni qaynoq sujeti bilan isitadigan 3 og'ayni Erix Mariya Remark. O'zim kuzda o'qiganligim uchun menga kuzni vibe'ini beradi, lekin sizlar ham o'qib chiqsangiz juda ham qiziqarli kitob. Ikkinchisi Norveg o'rmoni Haruki Murakami. Bu kitob o'zi Yaponiyadagi studentlar haqida. O'qisanglar прям такой студенческий vibe'da, lekin juda ham depressivniy. Ustava Margarita Mikhail Bulgakov. Bu kitob haqida men blogimda juda ham ko'p gapirganman, lekin gapirib to'xtamayman. Qiziqarli, estetik va mistik kitob. The Secret History Donna Tartt. Bu kitobni men amerikanskiy BookTok'da ko'rganman, o'z belida hali ko'rmadim. Buni men yarmigacha o'qib tashab qo'yganman, lekin kuzda xudo xolasa birga o'qiymiz. Jane Eyre Charlotte Bronte. Bu kitobning voqealari viktorianskiy epoxada bo'ladi va viktorianskiy epoxa desa hammaning xayoliga kuz keladi. O'zim o'qiyotganimda ham kuzni estetikasi bilan bilinib turardi, shuning uchun sizlarga maslahat beraman. Bo'ronli dovon Emily Bronte. Kuzni qorong'u, yomg'irli kunlarda o'qisangiz shunaqangi hits hard. Boshqa kitoblarni o'qimasangiz ham shu kitobni обязательно olib o'qinglar. Dorian Grayni